Eski Şahçaxandan shunda o'tib kelganingizda 66-maktab bo'ladi. Kapitanda bog'chasi bor. Bolalaringiz hech qanday bog'chaga, maktabga borishga qiynalmaydi. Gaz, svet, suv hamma narsasi joy-joyida 6 so'zlik ipoteka bo'ladi. Do'stlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda shahar markazidan 6 so'zlik ipoteka joy bo'ladi. Ko'rib turganingiz ana shu joy. Fasad ana shunday ko'rinishda, darvozasi, eshigi alohida bo'ladi. Ko'chalar ham keng, beton qilingan. Eng asosiysi bu yerda gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Shahar markazida bo'ladi. Narx ham вообще zo'r narxda. Uyning ichki obzorlari bilan tanishib chiqamiz. Shunda ko'chadan kirganimizda ana shunday temir darvozasi, temir eshigi bo'ladi. Dinni mashina qo'yish uchun chetagi bor. Agarda joy solaman desanglar, joy yetarli darajada bor. Bemalol joy olsanglar bo'ladi. Endi bu ipotekamizning orqa taraflarına kelsak, endi e'tibor bermasa, ko'p vaqtdan beri odam yashamagandan keyin o't cho'plar o'syapti. Azroq porядкlab bir mehr berilsa ajoyib uy bo'ladi. Letniy tashqaridagisi kladovkasi и hojatxonasi hamma narsasi bor. Polni zabor bilan o'ralgan. Orqa taraflari ham hamma narsasi почти tayyor, kelib yashab yuradigan joy. Tak, uyga kirganimizda ana shunday katta hol bo'ladi. O'ng qo'limizda qo'l yuvish rakovinasi, kafellarini chiroq qilib ishlab qo'yibdilar. Bu yerda garderob o'rnam bor. Birinchi xonadan boshlaymiz, oshxonadan. Oshxonamiz keng. Xonalari katta. Oynasi orqa tarafga qarab bo'ladi. И gaz plitasi bor. Undan tashqari oshxonaning ichidan balkonga o'tiladi. Bu tarafimiz balkon. Yozda bemalol o'tirsam bo'ladi. Konseynerlar bor. Oshxonaning o'zidan choy ichaman desanglar ham bo'ladi. Bu yerga o'g'lab qo'yib chiroyli yetarlicha o'rin bor. Ikkinchi xonamiz zal bo'ladi. Zalimiz ham keng. Remont, однотонный remontda turibdi shu. Konditsioneri bor. Hozir ko'pchilik bilsanglar, zalni balkonga qo'shib qo'yib, katta-katta turibdi. Hozirlar katta-katta bo'lsanglar ham bo'ladi. Bu yerimiz yuvinish xonasi, vannasi. Bularda bir yeri yaxshi, sanuzel отдельный bo'ladi. Bu yerning hojatxonasi. Bu yerdan qo'l yuvish rakovina qo'yilgan, portishlar hovliga qarab bo'ladi. Endi birinchi xona bilan tanishamiz. Spalni, birinchi spalni yer. Spalningizni ko'rib turganingizdek, keng, ko'chaga qaragan oynasi bor. Adaptlar almashgan ekan bu yerdan. Bu yerimiz ikkinchi spalni bo'ladi. Bolalar yotoqxonaga yetib qo'ysa ham bo'ladi. Oynasi elga qarab bo'ladi. Endi bu yerimiz bir kichkina zal. Общий 2 zal, 2 spalnisi bo'ladi. Oynasi ko'chaga qaragan. Endi bu yerni atab liniyasini ishlash kerak. Lekin narxdan stoydi. Qimmat aytib turgan yo'q. Ustunda yana kelishlar xatlari. Shahar markazida aslında shu bog'cha, maktab yaqin. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Iqbol mahallasida joylashgan bo'ladi. Xo'jayli ko'chasi 20-uy. Bemalol kelaverasizlar. Uyda hamma odam bo'ladi, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Tak do'stlar, uyimizni ichkarilar bilan ko'rib tanishib chiqdinglar. Bu joyimizning narxini kelsak, narxi $37,000. Ustunda kelishlar, qaytlar, payg'asi bor. Masalan, nomerlarga telefon etsanglar, o'zingiz yapib ko'rsatamiz. Asosiysi shahar markazida bog'cha, maktab bir odam bo'ladi. Ko'chalar ham keng, gaz, suv, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Ko'chalar beton qilingan. Narxini kelsak, narxi $37,000. Kelishlar, qaytlar, payg'asi bor. Pastda nomerlarga bemalol telefon etsanglar, o'zingiz yapib ko'rsatamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Like, kommentariya, обязательно yozasizlar degan umiddamiz.